Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugun 2025-yil 19-may sizlar bilan tadbirkorlik uchrashuvini amalga oshirish uchun bu yerga yig'dik. Bu yerga yig'ishdan maqsad sizlarni tadbirkorliklaringizni amalga oshirish uchun moliya mablag'laringiz yetmaganligi sababli bank tomonidan kreditlar ajratib, sizlarning loyihalaringizni amalga oshirish va doimiy shuni yaratish uchun bu yerga yig'ilganmiz. Marhamat qilib murojaatlaringizni bitta yo'llashlaringiz mumkin. Men Pushchor mahallasida yashovchi Qodirova Kamola bo'laman. Chorvachilik qilish uchun Agrobank yoki Agrobankka murojaat qilib 25 ming kredit so'radim. Shunga ertachiroq oldinroq chiqarib berishingizni amaliy yordam so'raymiz. Sizda bitta kamchilik bor ekan, o'ziz band qilishingiz yo'nalishi chorvachilik emas, milliy taomni pishirish ekan. Shu yo'nalishni qamashtirsangiz, bir kun ichiga almashtirib beradi. Yagona vakillari sizni keltirdingizda bir kun ichida ajratib beramiz shu hujjatni. Kamchilik bo'lsa. Men Nivazor mahallasida yashovchi Yusuf va Ma'rifat mahalla loyihasi emasda 17 millionlik kreditga ariza topshirganman. Arizani chorvachilikka o'zim band qilganman. Shuni tezroq chiqishiga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Hamma hujjatlarni topshirasiz, mahalla bankiriga kreditlar sizni ajratish jarayonida turibdi. Tasdiqlangandan keyin sizga kreditlarni ajratib, loyihangizni amalga oshiramiz.